Assalomu alaykum. Demak, hozir biz sizlar bilan onlayn tarzda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentlik tizimidagi maktablarga ariza topshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda ariza topshiruvchi, ya'ni o'quvchining ota yoki onasining pasporti, o'quvchining surati tiniq, sifatlik, hajmi 5 megabaytdan oshib ketmagan holatda bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, o'quvchining tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi hamda hozirgi kunda faol, aktiv bo'lgan ikkita telefon raqam. Ushbu ma'lumotlarni tayyorlab olganimizdan so'ng hujjatni topshirishimiz mumkin bo'ladi onlayn tarzda. Buning uchun biz kompyuterimizdagi yoki telefonimizdagi istalgan internet brauzeriga o'tib olishimiz kerak. Demak, biz Yandexga o'tamiz. Yandex brauzeri orqali biz hujjat topshirishimiz mumkin bo'lgan veb-saytni topib olamiz. Bu ariza.pima.uz sayti. Buni yozamiz. ariza.pima.uz sayti mana. Ushbu veb-saytga o'tib oldik. Demak, ko'rib turganlaringdek, pastki tomonida ikkita bo'lim mavjud. Biri ariza topshirish, ikkinchisi shaxsiy kabinetga kirish. Biz yangitdan ariza topshirayotganligimiz uchun ariza topshirish bo'limini bosamiz. Ko'rib turganlaringdek, bizda birinchi bosqich paydo bo'ldi. Ushbu bosqichda ariza topshirish to'g'risida ma'lumotlarni topib olishimiz kerak. Buning uchun biz o'quvchining ota yoki onasining pasportida mavjud 14 ta raqamdan iborat JSHR kodini kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, JSHR kod orqali biz ariza topshirish to'g'risida ma'lumotlarni axtarib topa olamiz. Demak, kiritdik. Ba'zi bizga ushbu o'quvchining ota onasining ma'lumotlarini keltirib chiqarib berdi. Keyingi qismida telefon raqam kiritishimiz kerak. Birinchisi asosiy, ikkinchisi qo'shimcha telefon raqam bo'ladi. Chunki ushbu telefon raqamlar orqali biz ariza topshiruvchining shaxsiy kabinetini shakllantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchisini kiritdik, ikkinchisini ham kiritamiz. Telefon raqam kiritishda ahamiyatliroq bo'lasizlar, sababi ushbu telefon raqam to'g'ri kiritishlaring kerak. Ertaga SMS aynan shu telefon raqamga kiradi. Keyingi navbatda parol yozib kirishimiz kerak. Parol aynan shaxsiy kabinetimizga kirish paytida bizga kerak bo'ladi. Parol 8 ta belgidan iborat, ya'ni katta va kichik harf va raqamdan iborat bo'lishi kerak. Demak, parolni yozamiz bu yerga. Parolni ikkinchi marta ham ushbu joyga yozib chiqamiz, tasdiqlab olamiz. Demak, parolni yozdik, telefon raqamini kiritdik va pastki joyidagi ro'yxatdan o'tish joyini bosamiz. Ko'rib turganlaringdek, ro'yxatdan o'tish bosganimizdan so'ng bizga avtomatik tarzda telefonimizga SMS boradi. SMSda 4 xonalik raqam bo'ladi. Ushbu raqamni ushbu joyga yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu raqam orqali biz shaxsimizni tasdiqlab olamiz. Demak, kiritdik va tasdiqlash. Mana biz ariza.pima.uz veb-saytida shaxsiy kabinet shakllantirdik. Ko'rib turganlaringdek, mana shunday bo'ladi va ushbu joydan biz farzandimizni istayotgan o'qishga hujjatini topshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi bosqichda farzand qo'shish bo'limini tanlaymiz. Ushbu joyga ikkita bo'lim chiqadi. Biri maktab o'quvchisi hisoblangan farzandni qo'shish, ya'ni
bizning farzandimiz aynan shu kategoriyaga to'g'ri keladi, ushbu bo'limni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bizga mana bu joylarni to'ldirib chiqish so'raladi. Albatta o'quvchining metrikasidagi ma'lumotlari, ya'ni tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Uni topib olamiz. Demak, biz shu ma'lumotlar ko'rib chiqishimiz uchun demak ma'lumotini yozib chiqamiz bu yerga. Ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng mana bu yerga qidirish knopkasini bosamiz. Mana ko'rib turganlaringdek bizda ana shu o'quvchining barcha ma'lumotlarini topib berdi. Ya'ni ko'rib turganlaringdek Quva tumani 56 sonlik maktab, Qo'ziboyeva Sarvinoz Azizbek qizi. Ushbu ma'lumotlarni to'g'ri ekanligini tekshirib olasizlar va keyingi navbatda farzand qo'shish bo'limini bosamiz. Va mana bundek bo'lim kelib chiqadi bizda. Va ushbu bo'lim qo'shib oldik. Endi davom etishni bosamiz. Davom etishni bosganimizdan so'ng keyingi bosqichga o'tdik. Keyingi bosqichda bizning farzandimiz qaysi maktabga hujjat topshira oladi, shu turdagi maktablarni bizga keltirib chiqarib beradi. Agar biz farzandimizni qaysidir maktabga, ya'ni agentlik tizimidagi qaysidir maktabga hujjat topshirishini ko'rgan bo'lsak, bu yerdan o'shani tanlaymiz. Demak, biz hozir ijod maktablariga hujjat topshirishimiz kerak bo'ladi. Ijod maktabini belgilaymiz va oxiriga tushib ushbu ma'lumotlarga rozilik bildiraman degan narsani bosamiz. Va ijod maktabini belgilaganimizdan so'ng davom etishni bosamiz. Mana bu yerda imtihon paytida qaysi tilda imtihonda qatnashishni so'raydi. Biz albatta o'zbek tilini belgilaymiz va bizga topshirishimiz mumkin bo'lgan ijod maktablarini ro'yxatini ko'rsatib chiqadi. Shu o'rinda shu yerda aytib o'tish kerak, agar siz ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga hujjat topshirish jarayonida bo'lsangiz, siz o'sha bo'lim tanlaganingizda sizga viloyatimizdagi aynan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining ro'yxatini keltirib chiqarib beradi va o'shani belgilashingiz kerak bo'ladi. Biz ijod maktabiga topshiryapmiz hujjat va ijod maktablarining ichida Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabiga hujjat topshirayotganimiz uchun ushbu maktabni belgilaymiz va davom etishni bosamiz. Endi bizdan oxirgi bosqichida rasm yuklash so'rayapti. Boya aytgandek, rasmimiz sifatli, tiniq bo'lishi kerak. Agar telefonda hujjatlarni kiritayotgan bo'lsangiz, avtomatik tarzda kamera degan joyini bossangiz, telefoningizni kamerasiga o'tib ketadi va farzandingizni o'sha yerda chiroyli qilib rasmga olsangiz bo'ladi. Mabodo farzandingizni surati telefoningizni xotirasida, kompyuteringizni xotirasida bo'lsa, yuklash degan bo'limga bosasiz va ushbu joydan farzandingizni rasmini topasiz. Demak, mana biz ushbu joydan o'quvchining rasmini topdik va uni yuklayapmiz. Mana bosdik. Boya aytganimdek, rasm sifatli, tiniq bo'lishi kerak va hajmi 5 megabaytdan oshib ketmasligi kerak. Ko'rib turganlaringdek, bizning qoidalarga mos tarzda bo'lsa rasm tez va oson ishimiz bitadi. Davom etishni bosamiz. Ko'rib chiqdik mana hammasini va oxirida tasdiqlash bo'limini bosamiz. Mana ko'rganingizdek, hujjatimiz tasdiqlandi. Arizani topshirdik va shu tarzda hujjatimiz asosiy
bazaga tushdi. U yerda mutaxassislar tomonidan biz topshirgan arizamiz ko'rib chiqiladi va hujjat arizamizda hech qanday xatolar mavjud bo'lmasa, arizamiz tasdiqlaydi. Keyingi o'rinda shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, mana ko'ryapsizlar, bizning shaxsiy kabinetimizda ariza shakllangan. Hozirda hujjatlar topshirish jarayoni bo'lgani uchun bizda keyingi ruxsatnomalar bo'limi ko'rinmayapti. Keyinchalik imtihonlar sanasi aniq bo'lganda bizda ushbu joydan ruxsatnomalar bo'limi ko'rinadi va ruxsatnomamizni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu ruxsatnomamiz orqali biz imtihonlarda qatnashishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bir vaqtni o'zida siz agar ham ijod maktabi, ham ixtisoslashtirilgan maktab, ham boshqa turdagi, ya'ni agentlik tizimidagi boshqa turdagi maktablarga hujjat topshirishni istasangiz, birinchi navbatda topshirib bo'lgan hujjatingiz yakunlangandan so'ng yana yangi ariza degan bo'limiga o'tib, ushbu joydan keyingi galdagi hujjatlarni topshirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana shunday ketadi hammasi. Hozir mana bizda ijod maktabiga hujjat topshirib bo'lganmiz. Bundan so'ng bizda mana yana 4 turdagi agentlik tizimidagi maktablarga hujjat topshirishimiz mumkin ekan. Bularga ham bizning platformamiz ruxsat berib qo'ygan. Demak, ariza.pima.uz sayti orqali hujjat topshirish, ariza topshirish mana shunday tarzda shakllantiriladi. Rahmat hammaga.